Assalomu alaykum. Bugun sizlarga glyukometrdan qanday foydalanish kerakligini tushuntiraman. Biz kimlardan foydalanamiz? Bular qandli diabetning birinchi va ikkinchi tiplarida, homiladorlikning antidiabetida va tana vazni ortiqcha bo'lgan odamlarda va profilaktik maqsadida glyukometrdan foydalanamiz. Bo'lmasa, foydalanishni tushuntiraman. Bu glyukometr apparati kerak bo'ladi. Strip test, lancet kerak bo'ladi va lancet qo'yadigan ruchka. Foydalanish uchun biz bitta stripni olib olamiz. Bitta strip bir marta ishlatiladi. Apparatga glyukometrga qo'yganimizda rangli joyi, bu joyi qo'yishimiz kerak va o'shanda apparat yonadi. Ikkinchi ishimiz, biz lancetni olamiz. Lancet ham bir marta foydalanadi. Olamiz va lancet ruchkasiga qo'yamiz. Buni strelka bo'ladi. Strelkani bu yoqqa burasiz va ochiladi. Va undan keyin shunday qilib joylashtirasiz. Speta olamiz qo'lni va ishamiz. Qon chiqish jarayonini kutamiz. Bir tomchi qonni stripga qo'yamiz va 5 soniyada chiqadi natija. 8,8 chiqdi. Natija normal holatda bu 3,6 dan 6,2 gacha normal hisoblanadi. Hozir choy ichganman, shuning hisobiga 8,8 chiqdi. Bugungi video orqali sizlarga glyukometrdan qanday foydalanish kerakligini tushuntirdim. E'tiboringiz uchun rahmat.